Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Moisha Energy. Bugungi video roligimizda sizlarga kerak bo'ladigan top 3 ta modlarni obzor qilib chiqamiz. Video juda ham qiziqarli va ajoyib va kerakli ham bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va like ham bosib qo'ying. Aytgancha, modlar Telegram kanalimizda. Aytgancha, sizlar Telegram kanalida agar Telegram kanalimda 70 ta bilan chiqib bersanglar, sirazi Telegram kanalga mod tashlayman. Albatta, o'g'il bolaga. Modni o'rnatib bo'lganlaringdan keyin nastroykaga kirasizlar va settingsga kirib, ya'ni to'g'rirog'i global resursni bosasizlar va aktiv tugmasini bosasizlar. Va bu yerda sizlarning modlaring chiqib keladi, ya'ni sizlarda mod yo'q bo'ladi aslida. Keyin my packsni bosasizlar va bu yerda o'sha o'rnatgan modlaring turadi. Misol uchun, sizlar buton hiderni bu yerdan qo'shib to'qlasanglar, aktivni bosasizlar, lekin sizlar bu yerdan qo'shsanglar hamma millaringda paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun mirda yaratayotganda qo'shganlaring ma'qulroq. Xuddi bu yoqdan o'rnatishlaringni uncha tavsiya qilmayman. Mirda hozir qanday qilib mirga o'rnatishni sizlarga aytib o'taman. Ko'rib turibsizlarki, mana millaringning oldida mana bunaqa joy bor, ya'ni qalamcha bor. O'sha qalamchani ustiga bosasizlar. Qalamchani ustiga bosganlaringdan keyin sal pastroqqa tushib, resource pack degan joyga bosasizlar, aktiv bosasizlar. Aktiv bosasizlar, sizlarda birorta mod yo'q bo'ladi va bu yerda o'zlaringni o'rnatgan modlaring bo'ladi va mana shu men aytgan 3 ta modni o'rnatasizlar. Birinchi modimiz bu F5 modi. Bu o'zlaringga bemalol o'zlaring qaratib olsanglar bo'ladi video olayotganlaringni. Java Hand modi bu qo'llarni uzun qilib beradi, ya'ni o'ttiq kompyuterga o'xshab buton hider eng kerakli modlardan bittasi, knopkalar yo'q qilib beradi. 3 ta modni aktivlashtirilganlaridan keyin dunyoga yana o'sha millaringga kirasizlar. Mana bolalar, o'sha hamma modlarni o'rnatganlaringdan keyin mana shunaqa holat bo'ladi. Knopkalar yo'q va F5 modi ham bor. Mana o'sha mod tepalarida turibdi. O'rnatganlaringdan keyin mana odamchani bossanglar, o'zlaringga qaratib olsanglar bo'laveradi bolalar. Mod juda ham ajoyib va sizlarga kerakli bo'ladi. Nastroykaga kirmoqchi bo'lsanglar, mana bu tugmani bosasizlar. Lekin sal noqulayroq, chunki nastroykaga bosaman deganlaringda yurish knopkasi ham ishlab ketadi. Va siz nastroykalarni chiqqanlaridan keyin enable settingni boshlaring shart. Bo'lmasa mod yo'qolib qoladi. Va mana knopkalar ham yo'q, to'g'ri. Knopkaning joyini eslab qolishingiz kerak, bo'lmasam esinglardan chiqib ketishi mumkin. Plus mod juda ham ideal va ajoyib bo'ladi mana. Invertor ochish uchun prosta tak invertor oxiridagi tugmani mana yerda bitta bosasizlar, bo'ldi. Invertor ochiladi va sizlar bemalol videolaringni olsanglar bo'ladi. Xohlagan videolaringni. Aytgancha, bu Telegram kanalida bo'ladi. Va Telegram kanaliga 70 ta bilan chiqib bersalar, sizlarni mod tashlayman bo'ladi. Shuning uchun albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying va Telegramni ham kuzatib olsanglar, albatta keyingi video nima haqida bo'lishini ham aytib o'taman. Barchalarga xayr.